O'zbekistonda ertaga qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 29-noyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 15-10 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 4-1 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 darajagacha tushishi mumkin. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin. Kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi.